Assalomu alaykum hammaga. Men Gulayda. Bu videoda 7 kunlik challenge qilgan bo'lsam, bundan olgan tajribalarim va rezultatlarim bilan bo'lishmoqchiman. Aslida 7 kunlik challenge'ni olishimdan maqsadim bu o'zimga bergan va'damni bajara olishim va o'zimni bergan gapimda, ya'ni bergan va'damni tura olamanmi yoki yo'qmi o'shani sinash. Aslida 7 kunlik challenge'ni boshlashdan oldin menda 10 kunga yetadigan ingliz tilida mavzular bor edi. Note sifatida aytaman, men ingliz tilida hozir o'rganyapman. Keyin boshladim. O'sha 7 kunlik challenge'ning ichida 3 kunda tugatdim. 10 kunga yetadigan mavzuni men 3 kunda tugatdim, o'rganib. Men boshida hayron qoldim. Vaqt ham tez o'tadi. Chunki uning ichida men har bir mavzusiga detallarigacha e'tibor berdim. Agar bugun mana shu mavzuni yopmasam, men bugun uxlamayman deb. O'sha 10 kunlik yetadigan mavzularni 3 kunda yopdim. Undan keyin 4-kunda men dangasalikka dangasaligim tutishni boshladi. Chunki kill scrolling qil, kill YouTube shorts ko'r deb ozgina yoki YouTubedan podkast ko'r deb fikr keldi. Chunki podkast ko'rish ham odamni mindsetini rivojlanishiga yordam beradi va sizni fikrlashingizni, dunyoqarashingizni kengaytiradi. Va menda ham shunday fikr bo'ldi, davaychi bugun dars qilishni o'rniga podkast ko'rasan degan. Lekin men juda ham qiyin bo'ldi. Chunki men podkastlarni ham ashaddiy muxlisiman. Lekin bo'ldi. O'zingiz va'da beringiz o'zingiz uchun, buni davom etishingiz kerak deb yana qaytadan davom etdim. Orada 4 soat ham dars qildim. O'sha 4-soati yozilmay qolgan, chunki o'sha paytda telefon zaryadkasi tugab qolgan. Keyin oradan vaqt o'tib, men kutilmaganda Toshkentga ketib qoldim. Chunki sababi Toshkentda joylashgan American University Webster 100% karantin etib oldim va bir hafta darslarni o'rganib keldim. Chunki 7 kun 7 xil yo'nalishga bag'ishlangan. Biznesga, mediaga, psixologiyaga, ekonomikaga va diplomatiya, har xil yo'nalish bo'yicha. U yerda amerikanskiy professorlar o'z tajribasi bilan o'sha yerda o'qib bitirgan, Amerikada o'qib kelgan studentlar ham bizga dars berdi va biz juda ham ko'p aktivitelar qildik birgalikda, sayohat qildik. U yerda juda ham ko'p o'zimni networkimni oshirdim. Men o'zi ozgina uyalchan qiz edim, lekin uyalchanligim ozgina bosildi o'sha joyga borib. Va buni nima demoqchiman? Misol uchun men o'ylamagan edim, ingliz tilini o'rganib yurgan paytim ingliz tilim orqali boshqa joyga ketib qolaman deb. Chunki endi siz tug'ilgan joyingizdan Toshkentga borasiz. Bitta o'zingiz, u yerda hech kim yo'q sizga yordam beradigan. Siz o'zingiz topasiz, to'g'rimi? Hammasini. Va o'sha 100% karantinda bo'lganingizdan keyin hammasini o'zingiz borib o'rganib, o'zingiz yana qaytib kelasiz uyingizga. Bu juda ham, misol uchun 16 yosh qiz uchun katta narsa deb o'ylayman. Lekin ota-onam menga ishonishdi va meni yuborishdi. Men u yerga borib yangi do'stlar orttirdim, ustozlarni ko'rdim, Webster universiteti haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim va har bir yo'nalish bo'yicha juda ham katta, lekin qisqa mavzular o'tib berishdi bizga. Men bundan juda ham xursand bo'ldim, sababi men o'ylamagan edim bir kuni kelib ingliz tilim orqali shunaqa yaxshi odamlarni topaman deb. Chunki u yerdagi insonlarning hammasi chiroyli, bilimi bor va hammasi o'z ustida ishlaydigan va kelajakka qarab intiladigan yoshlar. Va o'sha 6 kun dars qilgan bo'lsam, 7-kunni Toshkentga kelgandan keyin qildim. Sababi o'sha o'rtada ketib qoldim va bir hafta darslar o'tib, bir hafta 10 kun o'sha Toshkentda bo'lib, undan keyin bu yerga kelib, o'sha orada kasal ham bo'lib oldim va undan keyin 7-kun darsni qo'ydim. Lekin hammasini 7 kunlik challenge'ni tugatdim. Natija esa o'sha Websterga borib yaxshi tanishlar topib kelganim, yangi bilimlar o'rganim va o'zimga bergan va'damni bajarganim. Chunki men 7 kunlik challenge qildimmi, kam deganda 1 soat dars qilaman dedim o'zimga. Chunki
2-3 soat dars qilaman, ammo dars qilmadim degan kunim 1 soat dars qilaman. 1 soat dars qilib, hech qanaqa tanaffuslarsiz o'zimga bergan va'dani bajardim va o'zimga bo'lgan ishonchim ko'paydi. Rahmat, oxirigacha ko'rganingiz uchun. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr!